Javoran Farg'ona. Ekspertizaga. Boraylik aka. Men borsalayim bo'ldi. Soat necha bo'ldi? 4. Tezroq avto transport uchta olib, hali qolib qoldi. Tezroq ishlaymiz. 4:11 minut. Maqildi, o'zlari haydasizmi? Ertaga sizdan bag'ach keladi. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshi mislar. Mana o'g'illar shinimiz o'g'illar yordam bilan, sizlar duolarim bilan topildi. Hozir ekibizga olib ketishyapti. Yaqinlariga bir hamdardlik bildiraman. Qolaversa, o'g'il aka-ukalarga alohida rahmat. Tanjolar sog' bo'lsin. Musofirda yurib, bizning kanallarda, har xil davlatlarda, qolaversa O'zbekistonda, qo'shni davlatlarda ko'rib, duo qilayotgan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin, ularga min bersin. Mana o'tgan shanba kuni Xumarada bozor bo'lgan bo'lsa, o'sha kuni ertaman 6:05 da chiqib ketgan bo'lsa, mana bugun shanba. Shanba kuni obeddan keyin soat 2:30 larda chiqdi. Qolaversa mana shu kamera ortida turib xizmat qilgan Abdumalik hoji ukamiz ham haqlariga duo qilib qo'yinglar. Hammalarga rahmat. Hech kim farzandi bunaqa bo'lmasin. Juda ko'pchilik telefon qilib surishtirish kerak dedi mana. Topildi. Endi nima bo'lgan, nima qo'ygan o'zi bilan ketdi. To'g'rimi hoji? Chunki bizga qorong'u o'zi bilan ketdi-da endi mana. Shu g'ozlarga ham rahmat. Endi qiyomatda endi Xudo xolisa sog' savolda endi o'sha yerda bilan nima qo'ygan, nima bo'lgan. O'zi bilan ketdi. Bitta gap. Shu yoqqa ketyapti, mana shu mashina ko'ryapsizlar. 7 kun mana shu G'avvos aka-ukalar biz bilan bo'ldi. Mana shu yerda beminnat xizmat qilishdi. Bundan oldingi semena, undan oldingi semenadagi G'avvos aka-ukalarga ham alohida rahmat. Meni ko'rib turgan bo'lsalar, albatta ko'rasizlar. Chunki G'avvoslar ham har bitta videolarimizni ko'rishyapti. Mana kecha kelgan ukamiz ham, undan oldingi semendagi ukalarimiz ham boshqa joyga ketishdi, vizitga. Allohning aytganiga mana bugun topilib, mashinadan topildi. O naryoqda bu tomonda ot ketilayotgandi, ot o'shga to'xtagandi. G'avvos haylashyapti. Mana hamma tarqayapti mana. Ko'pchilik duo qildi. Hammalarga rahmat. Alohida ashaddiy obunachilar, sizlarga alohida rahmat. Endi sizlarga yana bir iltimos qilaman, duo qilinglar. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. So'roq savollar oson bo'lsin. Yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Bizi ashaddiy obunachilariga sog'lik, salomatlik, uzoq davlatlarda oilasidan yiroqda yurgan akalarimizga ham, opalarimizga ham alohida rahmat aytaman. Chunki o'sha yerda turib biz ham qiz katta qiluvdik. Biz ham o'g'il boqyapmiz degan akalarimiz ham bor, opalarimiz ham bor. Sizlarda ham topayotgan pullaring to'ylarga, umra safarlarga nasib qilsin. Sal suv kirgan joylarning shu o'g'lasini uzab chiqqan joy. Hozir tinmay suv quyishib turdi. To o'sha tepadelar kelguncha tinmay shu ustiga suv quyib turildi. Olib ketildi mana. Ekspertiza olib ketdi. Endi balkim janozasi ertaga bo'lsa kerak. Ha? Janozasini ham ko'ngli to'q bo'ldi endi. Hammani qarindoshlar ko'ngli xotirjam bo'ldi endi mana bag'riga ushlab ko'rishdi mana o'g'illar bilan. Endi obunachilar bitta gapda, bu ota-onasiga qiyin. Na o'ligini, na tirigini bilmasam bir haftadan beri misol mana o'tgan shanba bo'lgan bo'lsa, bugun ham mana shanbami? Ha? Shanba bugun. Bir haftadan beri mana shu yerda tinmay u yoqda, bu yoqda yurib faqat ko'zi suvda edi. Hech kim boshiga tushmasin.